I'm participating in this forum in Samarkand, organized by the government of Uzbekistan. O'zbekiston tomonidan Samarqandda tashkil etilgan transmilliy narkotahdidlarga qarshi kurashga bag'ishlangan ushbu xalqaro forumda ishtirok etayotganimdan mamnunman. O'ylashimcha, O'zbekistonning ushbu tashabbusi juda xayrli, chunki u barcha mamlakatlarni birlashtirib, mazkur muammoga samarali qarshi tura olishimizni ta'minlashga harakat qilmoqda. Saida Mirziyoyeva bilan yurtingizda amalga oshirilayotgan ishlar, xususan nazorat qilinadigan moddalarning tibbiy maqsadda qo'llanilishi, masalan, og'riq qoldiruvchi dori vositalari sifatida opioidlardan foydalanish imkoniyatlari haqida ham suhbatlashdik. O'zbekistonda bu borada juda samarali ish olib borilayotganiga guvoh bo'ldik. Biz mamlakatingizdan har doim xalqaro konvensiyalarda talab qilinadigan ma'lumotlarni o'z vaqtida olib turamiz. Hal etilishi kerak bo'lgan muammolar ham bor. Masalan, bugun uyushgan jinoyatchilik juda faol va ular doim eng so'nggi texnologiyalardan unumli foydalanadi. Ularga qarshi turish va samarali kurashish uchun biz ham eng so'nggi texnologiyalardan foydalanishimiz zarur. Farmatsevtika mahsulotlarining tibbiy maqsaddan boshqa maqsadlarda ishlatilishi yoki noqonuniy aylanishning oldini olish uchun retseptlarni va dorixonalardagi xaridlarni nazorat qila oladigan tizimga ega bo'lish muhim, toki bu mahsulotlar to'g'ridan-to'g'ri bemorga yetib borsin va noqonuniy maqsadlarda ishlatilmasin.